Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin. Kechalardagi bedorligimizni qabul aylasin. Parvardigor o'sha urushayotganlarni hammasiga o'zing insof va tavfiq bergin, rushdi hidoyat bergin, aqllarini joyiga kelishida yordamchi bo'lgin. Insof qilib hammalari urushni tashlab, yori birodar bo'lib, dinimiz asosida ahli inoq bo'lib yashashga o'tishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora urushni qo'ziydiganlar, uni to'xtamasligini istaydiganlarga o'zing kifoya bo'lgin. Ularni hammasini yo'qqa chiqargin, niyatlarini amalga oshmasligini Parvardigora o'zing ta'minlagin. Tinchlik istagan bandalaringga, osoyishtalik istagan bandalaringga tinchlik, osoyishtalikni bergin. Parvardigora o'zingning ibodatingda sobit qadam bo'lishni nasib etgin. Siroti mustaqimda barqaror qilgin. Barchalarimizga iymon halovati, ibodat halovatini bergin. O'zingning roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.